Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda o'sha mayiz quritish uchun ilingan uzumlarni mayda hasharotlar qo'nmasligi, atrofida aylanmasligi, keyin mayizlarni suvi chiqib bir-biriga tegib chirimasligi uchun nima qilish kerak? Shuni videosini chiqaramiz. Buning uchun oltin gugurt chelakka yoki laganga solinadi. Hidi yomon lekin. Paxta bu. Paxta juda tez yonib ketmaydi, shu pichir qilib yonib turaveradi. Buni qo'ydik mana varaqlarga. Bu yoqda bittasi bor. Bu yoqda ham. Nargilarim yoqilgan yo'qmi? Yo'q. O chiqib keta olamizmi keyin? Ishlatingizmi? Ketamiz. Qismam bitar. Gash bitar. Tutaydin-da. Tuta boshla. Mana shu tartibda yoqib chiqiladi. Bu 2-3 soat davomida mana shunday tutib turadi. Bu o'sha har xil hasharotlar, pashsha, chivin shunaqa narsalarni mayizda atrofiga yaqinlashtirmaydi. Albatta bu tutayotganda iloji boricha odam bo'lmagani yaxshi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.